Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga avgust oyidan kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar haqida juda aniq va tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumotlar faqat bir guruh odamga emas, deyarli har bir oilaga, har bir ishlayotgan fuqaroga, nafaqa oluvchilarga, subsidiya kutayotganlarga, hujjat topshirayotganlarga va davlat xizmatlaridan foydalanayotganlarga taalluqli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rish juda muhim. Agar siz menga bu tegishlimi yoki yo'qmi? Qaysi hujjatni tayyorlashim kerak? Qayerga murojaat qilaman? Pulim oshadimi yoki xarajatim ko'payadimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam ortiqcha navbat, ortiqcha xarajat va ortiqcha asabdan qutuladi. Avgust oyidagi o'zgarishlar haqida gapirganda eng avvalo bir narsani tushunish kerak. Hukumat tomonidan qabul qilingan har qanday yangi tartib oddiy odamning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Ba'zan bu pensiya yoki nafaqa miqdorida ko'rinadi, ba'zan kommunal to'lovlarda, ba'zan maktab, bog'cha, kredit, subsidiya yoki soliq hujjatlarida namoyon bo'ladi. Ko'pchilik esa bu o'zgarishlarni kech biladi. Kech bilgandan keyin esa nega menga aytishmadi? Nega arizam rad bo'ldi? Nega to'lovim kechikdi? Nega imtiyozdan foydalana olmadim degan savollar paydo bo'ladi. Oldin ko'p jarayonlar qog'ozbozlikka bog'liq edi. Masalan, fuqaro biror yordam puli, subsidiya yoki imtiyoz olish uchun mahalla, tuman bo'limi, bank, kadastr, soliq idorasi, pensiya jamg'armasi yoki boshqa tashkilotlarga alohida borishga majbur bo'lardi. Bitta ma'lumot yetishmasa, hujjat qaytarilardi. Bitta arizada xato bo'lsa, odam yana navbatga turardi. Ayrim hollarda kimdir aslida yordamga muhtoj bo'lsa ham, ma'lumotlar bazasida noto'g'ri ko'rinib qolganligi uchun rad javobini olardi. Endi esa avgustdan boshlab ko'plab yo'nalishlarda ma'lumotlar elektron tizim orqali tekshirilishi, fuqarolarning ayrim hujjatlarni takroran olib yurmasligi, ayrim to'lov va imtiyozlarni hisoblashda yangilangan mezonlar qo'llanishi kutilmoqda. Men bu yerda juda muhim ogohlantirish beraman. Har bir odam o'z holatini rasmiy manbalar orqali tekshirish kerak. Chunki bir oilaga tegishli bo'lgan imtiyoz boshqa oilaga avtomatik tatbiq etilmasligi mumkin. Qonun va qaror umumiy bo'ladi, lekin natija har bir fuqaroning daromadi va oilaviy tarkibi, mulkiy ro'yxati, ish joyi va ariza topshirgan vaqtiga qarab farq qiladi. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar bu o'zgarishlarga alohida e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda ijtimoiy yordam, nafaqa, pensiya, kompensatsiya, subsidiya, uy-joy yordami yoki bolalar puli oladigan oilalar diqqatli bo'lish kerak. Chunki avgust oyidagi yangilanishlarda aynan ijtimoiy himoya tizimidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish, haqiqiy ehtiyojmand oilalarni ajratish va noto'g'ri tayinlangan to'lovlarning oldini olish masalasi ko'p uchraydi. Masalan, bir oilada ota rasmiy ishlamaydi, ona uyda 3 ta farzand bor. Oldin ular mahallaga borib, bolalar puli uchun ariza topshirgan. Mahalla oilaning ahvolini ko'rib, hujjatlarni qabul qilgan. Lekin elektron tizimda otaning nomida eski avtomobil yoki kichik yer uchastkasi ko'rinib qolsa, ariza rad etilishi mumkin edi. Endi bunday holatda fuqaro nima qilish kerak? Men tavsiya qilaman. Birinchi navbatda o'sha mulk haqiqatan sizniki yoki yo'qligini tekshiring. Agar sotilgan bo'lsa, lekin rasmiylashtirilmagan bo'lsa, muammo sizda qoladi. Agar mashina boshqa odamda yurib, hujjatda sizning nomingizda turgan bo'lsa, tizim sizni mulkdor deb hisoblaydi. Natijada oilaning yordam olish imkoniyati kamayadi. Ikkinchi misol, pensioner ayol 1200 ming so'm atrofida pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi. Kommunal xarajatlari oyiga 300 ming yoki 400 ming so'mga yetadi. Agar avgustdan kompensatsiya, yordam yoki imtiyozli to'lov tartibi yangilansa, u ayol o'zining ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirishi kerak. Pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, oilaviy holati va ro'yxatda kimlar borligi muhim. Chunki ko'p hollarda bir uyda aslida bitta pensioner yashaydi, lekin propiskada 3-4 kishi turadi. Tizim esa bu xonadonda daromad oluvchi odamlar ko'p deb baholashi mumkin. Uchinchi misol, yosh oila uy-joy subsidiyasiga hujjat topshirmoqchi. Rasmiy ishda 300 ming so'm maosh oladi, ayol dekret ta'tilida bitta farzand bor. Ular oylik to'lovni qoplay olishini ko'rsatish kerak, lekin daromadi ham juda yuqori bo'lib ketmasligi kerak. Agar avgustdan ariza topshirish yoki baholash mezonlari yangilansa, ular shoshmasdan barcha hujjatlarni oldindan tartibga keltirishi lozim. Ish joyidan daromad ma'lumotnomasi,
nikoh guvohnomasi, farzand tug'ilganlik guvohnomasi, doimiy yashash manzili, kredit tarixi, nomida uy-joy bor yo'qligi kabi ma'lumotlar tekshiriladi. 4-misol, kichik tadbirkor do'kon yuritadi. Oyiga 15 million so'm aylanma qiladi, lekin sof foydasi 3 million so'm atrofida. Agar davlat tomonidan soliq elektron chek hisobot yoki ruxsatnoma tartibida o'zgarish bo'lsa, u men kichkinaman, menga tegmaydi deb o'ylamasligi kerak. Chunki ko'p jarimalar aynan kichik xatolardan kelib chiqadi. Kassa cheki berilmagan, ijara shartnomasi yangilanmagan, ishchi rasmiylashtirilmagan, soliq hisobotida aylanma noto'g'ri ko'rsatilgan. Natijada 200 ming so'mlik e'tiborsizlik 2 million so'mlik jarimaga aylanishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, daromadingiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, mulkingiz nomingizda aniq turibdi, bank kartangiz ishlayapti, arizalaringizni vaqtida topshirgansiz va yashash manzilingiz real holatga mos bo'lsa, sizda katta xavotir bo'lmasligi kerak. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki tizimdagi bitta eski telefon raqami, bitta noto'g'ri manzil yoki bitta tugallanmagan shartnoma keyinchalik arizani kechiktirishi mumkin. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan xavfli nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, davlat yordami va imtiyozlar avtomatik beriladi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Ayrim holatlarda ma'lumotlar elektron tizim orqali olinadi. Lekin ko'p yo'nalishlarda fuqaroning arizasi baribir kerak bo'ladi. Ariza bo'lmasa, tizim sizni navbatga qo'ymaydi. Masalan, siz oilaviy sharoitingiz o'g'irlashganini his qilyapsiz, lekin hech qayerga murojaat qilmayapsiz. Bunday holatda davlat organi sizning muammoingizni avtomatik bilib qolishi shart emas. Ikkinchi nozik jihat, daromad faqat oylik maosh emas. Ko'p odamlar men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin bank kartasiga muntazam tushumlar, ijara daromadi, tadbirkorlik aylanmasi, dehqonchilikdan tushgan mablag', aliment, pensiya, stipendiya yoki boshqa to'lovlar ham umumiy baholashda hisobga olinishi mumkin. Masalan, bir ayol bolalar puli uchun ariza beradi. U rasmiy ishlamaydi, lekin kartasiga har oy chet eldagi turmush o'rtog'idan 4 million so'm pul keladi. Tizim bu tushumni ko'rsa, oilaning daromadi bor deb baholash mumkin. Bu noqonuniy emas, lekin ariza natijasiga ta'sir qiladi. 3-nozik jihat, propiska masalasi. Juda ko'p oilalarda haqiqiy yashash joyi bilan ro'yxatdagi manzil bir xil emas. Masalan, o'g'il Toshkentda ishlaydi, ota-onasi viloyatda yashaydi, lekin o'g'il hamon ota-onasining uyida ro'yxatda turadi. Ota-ona yordam uchun ariza topshirsa, tizim o'g'ilning daromadini ham oila tarkibiga qo'shib hisoblab yuborishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, ro'yxat masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Kim qayerda yashaydi? Kim qayerda ro'yxatda, kimning daromadi qaysi oilaga qo'shilyapti? Bularning hammasi natijaga ta'sir qiladi. 4-nozik jihat, qarzdorlik. Kommunal to'lov, kredit, soliq, aliment yoki jarima bo'yicha qarzingiz bo'lsa, ayrim jarayonlarda bu muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, subsidiya olishda kredit tarixi, bank oldidagi majburiyat, doimiy daromad va oldingi qarzlar ko'rib chiqiladi. Agar siz 6 oy davomida kreditni kechiktirib to'lagan bo'lsangiz, bank sizni xavfli mijoz deb baholashi mumkin. Hukumat qarori umumiy imkoniyat yaratadi, lekin bank o'z riskini ham hisoblaydi. 5-nozik jihat, hujjatdagi xato. Bir harf xato yozilgan familiya, eski pasport ma'lumoti, yangilanmagan nikoh hujjati, farzandning tug'ilganlik guvohnomasidagi tafovut, mulk hujjatidagi noto'g'ri kadastr raqami ham arizani ushlab qoladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning imtiyozga haqqi bor, lekin hujjat to'liq emasligi sababli jarayon cho'ziladi. Keyin odam menga bermayapti deb o'ylaydi. Aslida masala huquqda emas, hujjatning to'g'ri rasmiylashtirilmaganda bo'ladi. 6-nozikat muddat, har bir imtiyoz, ariza yoki to'lovning o'z muddati bor. Avgust oyida o'zgarish kuchga kirsa, bu hamma to'lov shu kunning o'zida qo'lingizga tushadi degani emas. Tizim yangilanadi, ma'lumotlar tekshiriladi, arizalar ko'rib chiqiladi. Bank kartalariga o'tkazmalar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuning uchun birinchi haftadayoq vahima qilish kerak emas, lekin befarq bo'lish ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l rasmiy holatingizni tekshirib, ariza raqamini saqlab, javob muddatini yozib qo'yish. 7-nozik jihat, og'zaki va'daga ishonib qolmaslik. Kimdir sizga men tanish orqali hal qilib beraman, pul bersangiz tezlashtiraman, sizga albatta chiqadi desa ehtiyot bo'ling. Davlat xizmatlari, ijtimoiy yordam, subsidiya yoki pensiya masalalarida
hamma narsa rasmiy ariza, elektron tizim va qonuniy mezon asosida bo'lishi kerak. Agar siz hujjatni boshqa odamga topshirsangiz, pasport nusxasi, bank karta ma'lumoti yoki elektron imzo parolini berib qo'ysangiz, keyin moliyaviy zarar ko'rishingiz mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi, o'z holatingizni aniqlang. Siz paydarmisiz? Nafaqa olibchimisiz? Bolalar puli kutyapsizmi? Subsidiya topshirmoqchimisiz? Tadbirkormisiz? Ishchi yoki ishsizmisiz? Talabamisiz? Yolg'iz yashovchi pensionermisiz? Nogironligi bo'lgan shaxs yoki parvarish qiluvchi oila a'zosimisiz? Har bir toifa uchun talablar farq qiladi. O'zingizni aniq toifaga qo'ymasangiz, qaysi hujjat kerakligini ham bilmay qolasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Bank kartangiz faolmi? Oilaviy holatingiz hujjatda qanday ko'rsatilgan? Farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomasi bormi? Nikoh yoki ajrim hujjati tartibdami? Mulk hujjatlaringizda xato yo'qmi? Bular oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu oddiy narsalar eng ko'p muammo chiqaradi. Uchinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla, tuman hokimligi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ijtimoiy himoya organlari, pensiya bo'limi, soliq qo'mitasi, kadastr, bank yoki tegishli vazirlikning rasmiy kanallari orqali ma'lumot oling. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Sarlavhada yaxshi xabar, hamma oladi, darhol pul tushadi deb yozilishi mumkin, lekin ichidagi shartlar boshqacha bo'ladi. Men ekspert sifatida har doim aytaman, qarorning raqami, sanasi, kuchga kirish muddati va kimlarga tatbiq etilishi eng muhim. 4-qadam, ariza topshirish kerak bo'lsa, kechiktirmang. Agar siz yordam puli, subsidiya, kompensatsiya yoki boshqa imtiyozga da'vogar bo'lsangiz, arizani vaqtida topshiring. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil, bank karta raqami, oilaviy tarkib, daromad manbalari aniq yozilishi kerak. Biror ma'lumotni yashirish foyda bermaydi. Chunki elektron tizim baribir ko'plab ma'lumotlarni solishtiradi. Yashirilgan ma'lumot keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga yoki rad javobiga olib kelishi mumkin. 5-qadam, ariza raqamini saqlang. Juda ko'p odamlar ariza topshiradi, lekin keyin qachon topshirganini, kim qabul qilgani, qaysi raqam bilan ro'yxatga olinganini bilmaydi. Bu katta xato. Siz ariza raqamini topshirilgan sanani, qabul qilgan tashkilotni va javob berish muddatini yozib qo'ying. Agar onlayn topshirgan bo'lsangiz, skrinshot qilib qo'ying. Agar qog'ozda topshirgan bo'lsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxani oling. 6-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini talab qiling. Rad javobi bu hammasi tugadi degani emas. Rad etishning sababi bo'lishi kerak. Masalan, daromad mezondan yuqori, mulk mavjud, hujjat yetishmaydi, oilaviy tarkib noto'g'ri, manzil mos kelmaydi. Ariza muddati o'tgan yoki ma'lumot bazada topilmadi. Sababini bilsangiz, muammoni tuzatishingiz mumkin. Agar daromad noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat keltirasiz. Agar mulk sizniki bo'lmasa, rasmiylashtirishni hal qilasiz. Agar propiskada xato bo'lsa, ro'yxatni to'g'rilaysiz. 7-qadam, bank kartangizni tekshiring. Ko'p ijtimoiy to'lovlar karta orqali tushadi. Karta muddati tugagan bo'lsa, hisob raqam yopilgan bo'lsa. Karta boshqa odam nomida bo'lsa yoki bankdagi ma'lumot pasportingiz bilan mos kelmasa, pul kechikishi mumkin. Shuning uchun bankka borib yoki mobil ilova orqali kartangiz faol ekanini tekshiring. Ayniqsa pensionerlar va nafaqa oluvchilar bu masalaga befarq bo'lmasin. Telefon raqam ham muhim, chunki SMS xabarnoma va tasdiqlash kodlari shu raqamga keladi. 8-qadam, qarzlaringizni tekshiring. Soliq qarzi, kommunal qarz, aliment, jarima yoki kredit kechikishi bor yo'qligini ko'rib chiqing. Ayrim imtiyozlarda bu to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qilmasligi mumkin, lekin boshqa jarayonlarda muammo yaratadi. Masalan, uy-joy subsidiyasi yoki kredit olishda bank sizning to'lov intizomingizga qaraydi. Agar kichik jarima turib qolgan bo'lsa ham vaqtida yopib qo'ygan yaxshi. 9-qadam, tadbirkorlar alohida e'tibor bersin. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor, oilaviy korxona egasi, kichik do'kon, servis, ustaxona, kafe yoki onlayn savdo bilan shug'ullansangiz, avgustdagi o'zgarishlar sizga ham ta'sir qilishi mumkin. Kassa apparati, elektron hisob faktura, soliq hisobotlari, ijara shartnomasi, ishchilarni rasmiylashtirish va faoliyat turi to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Bitta xodim sizda doimiy ishlasa, lekin rasmiylashtirilmagan bo'lsa, tekshiruvda bu jiddiy muammo bo'ladi. 10-qadam, huquqingizni biling.
Lekin majburiyatingizdan unutmang. Davlat tomonidan yordam, imtiyoz yoki yengillik berilishi fuqaroga imkoniyat yetadi. Lekin bu imkoniyatdan foydalanish uchun fuqaro ham to'g'ri ma'lumot berish. Hujjatni vaqtida topshirishi, o'zgarish bo'lsa xabar qilish kerak. Masalan, siz bolalar puli olyapsiz, keyin ishga kirdingiz va daromadingiz oshdi. Buni yashirib yurish to'g'ri emas. Keyinchalik tizim aniqlasa, ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Yana bir muhim masala, avgustdagi o'zgarishlar ko'pchilik uchun yaxshi xabar bo'lishi mumkin. Chunki jarayonlar soddalashadi, ayrim to'lovlar aniqlashadi. Ayrim imtiyozlar kengayadi. Ayrim hujjatlar elektron tarzda tekshiriladi, lekin yaxshi xabar ham tayyorgarlikni talab qiladi. Masalan, yomg'ir yog'ishi dehqon uchun yaxshi, lekin dalasi tayyor bo'lmasa, foydasi kam. Xuddi shunday. Yangi tartib sizga imkoniyat bersa ham, hujjatingiz tartibda bo'lmasa, imkoniyatdan foydalana olmaysiz. Men tomoshabinlarga doim real misol bilan tushuntiraman. Birinchi oila hamma hujjatini oldindan tayyorlaydi. Pasportlar yangilangan. Farzand hujjatlari bor, bank karta faol, propiska to'g'ri, daromad ma'lumoti aniq. Ular ariza topshiradi va javobni kutadi. Ikkinchi oila esa keyin qilamiz deb yuradi. Ariza topshiradigan kuni pasport muddati tugaganini biladi. Kartasi ishlamaydi, farzand hujjatda xato bor, manzilda boshqa qarindoshlar ham ro'yxatda turibdi. Natija nima bo'ladi? Birinchi oila imkoniyatdan tezroq foydalanadi, ikkinchi oila esa vaqt yo'qotadi. Farq juda oddiy, tayyorgarlik. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdori, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki indeksatsiya bo'yicha rasmiy xabarlarni kuzating. Pensiya kartangizni, yashash manzilingizni va telefon raqamingizni tekshiring. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, ish staji, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, ish haqi bo'yicha hujjatlarni yig'ing va pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Agar siz kam ta'minlangan oila bo'lsangiz, oilaviy daromad, ro'yxatdagi a'zolar, mulk va transport vositalarini tekshiring. Bolalar puli yoki moddiy yordam uchun ariza topshirayotgan bo'lsangiz, oiladagi har bir a'zo bo'yicha ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. Agar oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosa va parvarish bilan bog'liq hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar siz talaba yoki ota-ona bo'lsangiz, kontrakt stipendiya, ta'lim krediti, yotoqxona yoki ijtimoiy yordam masalalarida o'zgarishlarni kuzating. Talabaning oilaviy holati, ota-onasining daromadi, kontrakt summasi va bank orqali to'lov imkoniyati muhim bo'lishi mumkin. Ta'lim krediti olishda ham bank kartasi, daromad manbasi, kafillik va shartnoma hujjatlari talab qilinadi. Agar siz ish izlayotgan bo'lsangiz, bandlik organlaridagi ro'yxat, kasb o'qitish kurslari. Subsidiyalangan ish o'rinlari yoki o'zini o'zi band qilish tartiblarini tekshiring. Ayrim fuqarolar ish yo'q deb yuradi, lekin bandlik markaziga rasman murojaat qilmagan bo'ladi. Rasman murojaat qilmagan odam tizimda ishi sifatida ko'rinmasligi mumkin. Bu esa ayrim yordam va dasturlardan foydalanishga ta'sir qiladi. Agar siz chet elda ishlayotgan qarindoshingizdan pul olayotgan bo'lsangiz, bu ham oilaviy daromad masalasida hisobga olinishi mumkinligini unutmang. Men buni qo'rqitish uchun emas, oldindan bilishingiz uchun aytyapman. Chunki ko'p tushunmovchilik aynan shu joyda chiqadi. Bu yordam puli daromad emas deb o'ylaysiz. Lekin tizim muntazam tushumni daromad sifatida ko'rishi mumkin. Yana bir amaliy maslahat, har qanday murojaatni yozma qiling. Og'zaki savol berish mumkin, lekin muhim masalada yozma murojaat qiling. Murojaatda kim ekaningizni, qaysi masala bo'yicha murojaat qilayotganingizni, qanday natija kutayotganingizni aniq yozing. Masalan, men falon manzilda yashayman, oilamda falon nafar a'zo bor, bolalar puli uchun ariza topshirganman. Arizam falon sabab bilan rad etilgan. Rad javobidagi ma'lumotni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, tashkilot ham aniq javob beradi. Bugungi mavzuning eng muhim mazmuni shuki, avgust oyidagi o'zgarishlar ko'pchilik uchun imkoniyat yaratadi. Lekin bu imkoniyatdan foydalanish uchun har bir fuqaro o'z hujjatini, daromadini, manzilini, bank kartasini va ariza holatini tekshirishi kerak. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi tartiblar hayotimizga ta'sir qiladi. Lekin natija har bir odamning shaxsiy holatiga qarab belgilanadi. Men sizlarga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Kerak bo'lsa mahalla, davlat xizmatlari markazi, bank, soliq, pensiya yoki ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Kechiktirmang. Chunki ko'p imkoniyatlar vaqtida harakat qilgan odamlarga tezroq yetib boradi.
Sizningcha avgustdagi bu o'zgarishlar oilalarga haqiqatan yordam beradimi? Sizning hududingizda ariza topshirish, nafaqa olish, subsidiya yoki pensiya masalasida qanday muammolar bor? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.